Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi buyurtma qilingan kachelimizni yig'ish jarayonida turibmiz. Bu kachelimiz 250 metr kvadratgacha bo'lgan joylarni tabiiy gazda isitib berish uchun mo'ljallab yasaldi. Kachelimizga ishlatiladigan mahsulotlar doimiydek 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий list va 25 diametrdagi rossiyskiy beshshovniy turbalar, ya'ni quyma turbalardan foydalangan holatda yig'ib olamiz. Tak, kachelimizning ustki qismi bu ichki qismi bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi ichki qismi va turbalarni ko'rishingiz mumkin. Qalin stenkali rossiyskiy beshshovniy turbalardan foydalangan holda yig'ib olganmiz. Bu kachelimizning ustki qismi bo'ladi. Ichki qismini avvalgi qilib olganimizdan keyin ustki qismini kiydiramiz. Ustki qismi mana shunaqa buklangan holatda bo'ladi. To'rtta burchaklari ham bu kachelimizning bemalol bosim bilan ishlaydigan tizimga ham o'rnatish imkonini beradi. Misol uchun mana bu yerda tayyor ko'rinishdagi turibdi. Bu 300 metr kvadratgacha bo'lgan kachelimiz va mana bunaqa ko'rinishdagi titanga ham buyurtma olganmiz. Xudo xolisa bularni ham o'z manziliga yasab jo'natib yuborish arafasida yana bitta video qilib turib sizlarga ko'rsatamiz xudo xolisa. Buyurtmalar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda telefon raqamlarimizdan yozib qoldiramiz. Har xil turdagi, har xil kvadraturga mo'ljallangan kachelarni yasab berish imkoniyatimiz bor. Misol uchun universal kachelar, o'tin ko'mirda ishlaydigan kachelar ham yasab berish imkoniyatimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat.